Mamlakatimizda har bir sohadagi islohotlar Navbahor tumanida ham amalda o'z ifodasini topmoqda. O'tgan yillar mobaynida amalga oshirib kelinayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlari natijasida hudud infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Qator ijtimoiy soha obyektlari yangicha qiyofa kasb etmoqda. Yangi ko'p qavatli turar joy binolari qurilib, aholiga topshirilmoqda. Eksportbop va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish ko'lami kengaydi. Natijada ko'plab bo'sh ish o'rinlari ham yaratildi. Bugun taraqqiyotga intilgan Navbahor tumaniga investorlarning ham qiziqishi ortib bormoqda. Sanayversak adog'i yo'q. Yangiliklar, islohotlar samarasiga bugun tuman ko'chalarini sayr etgan, aholi bilan suhbatlashgan kishi guvoh bo'ladi. Yakunlanayotgan yilda qilingan ishlar sarhisobi oldindagi rejalarning muvaffaqiyatli ro'yobiga xizmat qiladi. Ishlar natijasini raqamlarda ko'rish mumkin. 2025-yilda tumanda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 1 trillion 398 milliard so'mni tashkil qilib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 108% ga yetgan. Shuningdek, qurilish ishlari 741.3 milliard so'm, ya'ni 112% ni. Chakana savdo aylanmasi 894.2 milliard so'm, ya'ni 112.4% ni. Xizmatlar hajmi esa 1 trillion 183 milliard so'm, ya'ni 115% ni tashkil etdi. Tumanda qariyb 124 ming nafar aholi, 30 mingdan ortiq oilalarda istiqomat qiladi. Har bir fuqaroning baxtli yashashi uchun tumanda talaygina ishlar amalga oshirildi. Yil boshida daromadli mehnat bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatkich 23913 nafarni tashkil etgan bo'lsa, yakunlanayotgan yilning 11 oyida bu ko'rsatkich 24919 nafar fuqaroning farovonligini ta'minladi. Tadbirkorlarimiz tomonidan qurilish materiallari ishlab chiqarish natijasida sanoat sohasidagi birgina Navbahor tekstil korxonasi trikotaj mahsulotlar hamda ip kalava hisobidan foizimiz ko'rsatish yil yakuniga qadar oshishi kutilmoqda. Shuningdek, xizmatlar ko'rsatish bo'yicha Paxtakor mahallasi, Qalqonota mahallasida xizmat ko'rsatish sohasi yo'l bo'yi loyihasi natijasida 160 dan ziyod xizmat ko'rsatish korxonalari ishga tushish natijasida yangi ish o'rinlari hamda xizmat ko'rsatish yil yakun 113% ga erishimiz ko'zda tutilgan. Qurilish sohasi bo'yicha oladigan bo'lsak, yil yakuniga qadar 7 ta ko'p qavatli binolar ishga tushishi rejalashtirilgan. Shuningdek, tumanda kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ko'pgina chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, yil yakuniga qadar 2025-yil 1-yanvar holatiga ishsizlik 8.1% ni tashkil qilgan bo'lsa, yil yakuniga qadar 2% ga tushirish rejalashtirilgan. Buningdek, kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 5-8% yil boshida kambag'allik darajamiz ko'zda tutilganmiz, yil yakuniga qadar 2-8% ga tushirishimiz rejalashtirilgan. 1800 dan ziyod xonadonlarni kambag'allikdan chiqarishga erishdik. Hududdagi tadbirkorlarni rivojlantirish natijasida ishsizlarimiz mana yil boshida 8.1 bo'lgan bo'lsa, yil yakuniga qadar shu 2% ga tushirishimiz, ya'ni bu tadbirkorlar o'ziga 116.5 milliard yil davomida tadbirkorlarimiz hamda fuqarolarga kreditlar ajratdik. Bu kreditlar ajratishda hokim yordamchilari tomonidan mana har bitta mahallaga 40 tada mikro loyiha ishga tushirish natijasida 8 mingga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Sayxonobod tajribasi, Uychi tajribasi bo'yicha, Zarbtor tajribasi bo'yicha ham rejalashtirilgan loyihalarimiz to'liq ishga tushirish natijasida bandlik dasturidagi 23913 ta aholimizni yil boshida rejalashtirilganimiz 24 ming, qariyb 116% ga ijrosini ta'minladik. Bundan tashqari tumanda migratsiyadan qaytgan 1317 ta fuqarolik bandligini ta'minlash bo'yicha doimiy shtablar tashkil qilib, har haftaning seshanba kuni hokim yordamchilari, mahalla raislari, yoshlar yetakchilari bilan birgalikda chetda yurgan migrantlarni chaqirish natijasida 1270 ta fuqaroni bandligini to'liq ta'minladik. Tumanimizda shu migrantlarni doimiy ishga joylashtirish bo'yicha bugungi kunda qariyb 220 dan ortiq vakansiyalarimiz mavjud. Yakunlanayotgan yilda tumanda mavjud 38 ta mahallalarning har birida turli yo'nalishlarga ixtisoslashuvi joriy etildi. Natijada aholining turmush tarzi o'zgardi. Ishsizlar soni kamaydi. Kambag'allik darajasi 5.8% dan 3.8% ga tushirildi. Migratsiyadan qaytgan fuqarolarning bandligi esa ta'minlandi. Aholi xonadonlarda driver loyihalarini shakllantirish, ya'ni aholini ixtisoslashuvini chuqurlashtirish bo'yicha tumanda yil boshida 8 ta mahalla ixtisoslashgan
issiqxonachilikka o'zlarining yo'nalish bo'yicha ixtisoslashtirish rejalashtirilgan. Lekin bugungi kunga kelib 35 ta mahallamizda ixtisoslashuvga erishdik. Buning asosiy sabablari issiqxonachilikka urg'u beradigan bo'lsak, oldin mana birgina misol Paxtakor mahallasida 56 ta xonadon issiqxona yetishtirgan. Tumanimizdagi Xalq banki, Agrobanklar, mikrokredit banklarida yordami bilan hokim yordamchilari tashabbusi bilan qariyb 186 ta xonadonga issiqxona ixtisoslashtirildi. Bu degani bir mahalla bir mahsulotga erishdik. Bu 35 ta mahallamiz quyidagi yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni issiqxonachilik, gulchilik, asalorichilik, bundan qulupnaychilikka yo'naltirildi. Yana 3 ta mahallamiz o'tgan yillarda anorchilik bo'yicha shug'ullanardi. Bu anorchilikka 86 ta xonadonda anor yetishtiriladi. Qariyb o'sha xonadonlarda Turon bank tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish natijasida bugungi kunda 386 ta xonadonda anorga ixtisoslashdi. Shundan 93 ta xonadon ko'chatchilik bilan shug'ullandi. Bu degani aholining o'zini daromadi oldin bir sotikdan shu 2 million 3 million daromad oladigan bo'lsa, qariyb bugungi kunda 40-50 millionga yetdi daromadi. O'sha anorchilikka ixtisoslashgan Armijon mahallamiz yonidagi shu Hashman mahallasi, Vomitan, Duldul mahallari ham anorchilikka ixtisoslashtirib, eksportga yo'naltirish bo'yicha ham olib chiqildi. Birgina misol Armijon mahallasida 480 ta xo'jalikdan 100% anor yetishtirishni shu yilda o'zida 1,5 ming tonnaga yaqin anor Surxondaryo viloyatiga hamda Toshkent viloyatlariga yetkazib berish ta'minlandi. 2026-yildan rejalashtirilganimiz chuqur ixtisoslashtirish bo'yicha. Ya'ni bu chuqur ixtisoslashtirish qanday? O'sha xonadonlarda foydalanilmayotgan yer maydonlaridan samarali foydalanish bo'yicha hokim yordamchilari bilan birgalikda qariyb 14 ta xonadonda ham yana chuqur ixtisoslashtirishga erishamiz. Shuningdek, 2 ta mahallamiz, Uchtut hamda Navbahor mahallasini Yangi O'zbekiston mahallasiga aylantirish bo'yicha o'sha hududda aholi bilan uchrashganimizda, tadbirkorlar bilan uchrashganimizda ular qo'llab-quvvatladi. Mana respublika byudjetidan 5 milliard so'm mablag' rejalashtirilyapti. Opin byudjet mablag'lari hisobidan shu mahallalarga ham aholi dam olish guzarlari 24 ta 7 ko'cha tashkil qilish bo'yicha ham rejalarimiz bor. Buni albatta amalga oshiramiz. Bu aholi uchun qulay sharoit yaratiladi. Tumanimizda mana yil sarhisobi bo'lyapti. Yilni yakuni bilan aniq rejalarimiz bor. Mana kelgusi yilda ishsizlikdan xoli hudud bo'lamiz. 2025-yilda tumanda bir qancha istiqbolli loyihalar amalga oshirildi. 6 ta xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Bundan tashqari 51 ta hududiy investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Tumanda chetga eksport qilish ko'rsatkichlari oshdi. Qariyb 33 million AQSh dollarilik sanoat, 5 million AQSh dollarilik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilindi. 2025-yilda 16 ta eksportyor korxonalar tomonidan 17 ta davlatga mahsulotlarni eksport qilish amalga oshirildi. Yakunlanayotgan 2025-yil davomida Navbahor tumanida 114 million AQSh dollaridagi to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritildi. Bu 6 ta korxona hissasiga to'g'ri kelib, asosan qurilish materiallari ishlab chiqarish, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan tadbirkorlarimiz, sanoat yo'nalishida bu turkiyalik investorlar tomonidan hamda qazilma boyliklardan samarali foydalanish va ularni qayta ishlash, eksportbop mahsulotga aylantirish maqsadida bu Rossiya Federatsiyasidan kelgan tadbirkorlar hissasiga to'g'ri keladi. Bunda bentonit mahsulotini qayta ishlash, granit mahsulotlarini o'zlashtirish, uni pardozbop qilib eksportga tayyorlash yo'nalishlarida loyihalar amalga oshirilmoqda. Keyingi yo'nalishimiz bu hududiy investitsiya loyihalari hisoblanib, tumanda jami 51 ta yangi loyihalar ishga tushirish hisobiga 720 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu 53 million dollardan oshiqroq mablag' hisobiga ishga tushirilgan. 2024-yilda tumanda xorijiy investitsiya o'zlashtirish bu 27 million AQSh dollari edi. 25-yil yakuniga kelib 114 million AQSh dollari o'zlashtirishga erishdik. Bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya. Yangi investitsiya loyihalarini ishga tushirishda asosiy maqsadimiz bu birinchi navbatda aholini bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda tuman soliq tushumi, byudjet tushumini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Joriy yilda tumanda 33 million AQSh dollari eksport amalga oshirildi. Bu meva-sabzavot, qishloq xo'jalik mahsulotlari hissasiga 4 ta qishloq xo'jalik korxonasi tomonidan 2 million dollardan ortiq mablag'da hamda 14 ta sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi eksportyor korxonalar tomonidan 30 million dollardan oshiqroq natijalarga erishdik. 2026-yilda bir qator qishloq xo'jaligi hamda qazilma boyliklar va sanoat yo'nalishidagi bir qancha yirik loyihalar ustida ishlayapmiz. 26-yil ham yaxshi natijalarga erishamiz.
Har bir hududda yo'l, ichimlik suvi, elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar aholini tashvishlantirishi haqiqat. Joriy yilda tuman infratuzilmasini yaxshilash ishlari ham jadal sur'atlarda olib borildi. Bu ishlar aholiga qulay yashash muhitini yaratish bilan bir qatorda hudud qiyofasiga ham ko'rk bag'ishladi. Xususan, joriy yilning o'tgan davri mobaynida tumanda 30 kilometrdan ortiq yo'llar asfaltlashtirildi. 20 kilometrga yaqin ichki yo'llar shag'allashtirildi. Bir so'z bilan aytganda, chang va notekisliklar o'rnini tekis va ravon yo'llar egalladi. Navbahor tumanida 2025-yilda qurilish sohasida, bunyodkorlik sohasida bir qancha o'zgarishlar, bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, mana muhtaram yurtboshimizda berilgan imkoniyatlardan biri bu tashabbusli byudjet loyihasi deb hisoblayman. Ushbu loyiha doirasida Navbahor tumanidagi 3 ta mahallamizda asfaltlashtirish, aholi o'zini ko'chalarini asfaltlashtirish ishlari amalga oshirildi. Jumladan Hashman mahallasida 3 kilometr, Qizilrabot mahallasida 1 kilometr, Qiziltepa mahallasida 1,5 kilometr yo'llarimiz asfaltlashtirildi. Shu bilan birga mana shu tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan g'olib deb topilgan 5 ta umumta'lim maktablarimizga yangi qo'shimcha bino qurib berildi. Islom taraqqiyot davlat dasturi asosida qishloq joylarini infratuzilmasini yaxshilash dasturi mavjud. Ushbu dasturga Navbahor tumanimiz ham tushgan. Ushbu dastur bo'yicha 12 ta mahallamizda qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan Charog'guzar mahallasida 90 o'rinli, Qorovultepa mahallasida 120 o'rinli yangidan maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib foydalanishga topshirildi. Navkar mahallasidagi 6-chi, Yangiyo'l mahallasidagi 12-chi maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda ham rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda 19, 8 va 36 umumta'lim maktablarimizda ham qo'shimcha o'quv binolari qurish ishlari boshlab yuborildi. Tumanimizda qurilish sohasida 2025-yilda juda katta ishlar amalga oshirildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan mana shu respublikada birinchi bo'lib desak ham adashmaymiz. Navbahor tumanida katta bir yoshlar markazi binosi qurildi. Alohida bitta axborot resurs kutubxona markazi qurib foydalanishga topshirildi. Nuroniylar maskani qurib foydalanishga topshirildi. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, muhtaram prezidentimizda 2024-yil 31-oktyabr 1-noyabr kunlari Navoiy viloyati, aynan Navbahor tumaniga tashrif buyurganlarida ta'kidlab o'tgan edilarki, Navoiy viloyatining har bitta tumanida Alisher Navoiy xiyobonlari barpo etiladi deb. Mana shu birinchilardan bo'lib Navbahor tumanida ham Alisher Navoiy haykali va shu 2 gektar joyda Alisher Navoiy xiyoboni tashkil etildi. 2025-yilning o'zida 30 kilometrdan ortiq yo'llarimiz, ichki yo'llarimiz asfaltlashtirilgan bo'lsa, 22 kilometr asosiy yo'llarimiz ana shu Navbahor tuman Qalqonota mahallasidan qo'shni Xatirchi tumanigacha bo'lgan masofa 4,48-yo'l deb aytiladi, ana yo'lchilar tilida. Ana bu yo'limiz to'liq rekonstruksiya etildi. Bo'lamiz. Yana o'sha 22 kilometr yo'lda to'liqligicha o'sha yo'lda joylashgan maktabgacha ta'lim, umuman aholimizga qulaylik yaratish uchun 2 metrlik piyodalar yo'lagi 20 kilometr masofaga qurib berildi. Shuningdek, belgilangan reja asosida elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarga barham berish ishlari ham olib borildi. Gaz va suv ta'minotlarida ham yangilanish va sifatli xizmatlar yo'lga qo'yildi. Darhaqiqat, inson ikki muammosi hal etilganida, doimiy daromadli ish va turar joy bilan ta'minlansa, hayotidan rozi bo'lib, yashashga va mehnat qilishga bo'lgan ishtiyoqi oshadi. Navbahor tumanida bu borada ham talaygina istiqbolli ishlar amalga oshirildi. Tumanimizda elektr ta'minot tizimi bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Muhtaram yurtboshimizda 330-sonli qarorlari ijrosi o'laroq tumanimizga 16 ta yangi transformator o'rnatildi va 1800 dan ortiq yog'och ustunlar mana beton ustunlarga almashtirildi va 10 kilometrga yaqin tarmoq seprovod deydi, kabelni zamonaviy kabellarga almashtirildi.
Men hozir ayni damda mana kuz-qish mavsumi vaqtida shuni ayta olamanki, Navbahor tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida ulkan ishlar amalga oshirildi. Gaz ta'minoti bo'yicha mana xabarlaringiz bor. Bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz hamma sohalarga talab qo'yganidek, bizning kommunal sohalarga ham shu talab qo'yilmoqdaki, avtomatlashtirish sohasi bo'yicha, raqamlashtirish nimasiga o'tish bo'yicha bizning tumanimizda 33% tabiiy gazdan foydalansa, 67% aholimiz suyultirilgan gaz ballonlaridan foydalanishadi. Tumanimizda gaz tizimi ham to'liq raqamlashtirishni asosida amalga oshirildi. Gaz ballonlarini tarqatishda haqiqiy egasi olishi, uni mana shu kameralashtirilgan tizimga o'tkazildi. Shu bilan birga gaz ta'minoti idorasi ham mana respublikada birinchi bo'lib o'quv amaliy mashq o'tkazish maydonchasi qurib berdi. Bu respublikada yagona bo'lgan o'quv mashq maydonchasi hisoblanadi. Bu nimaga kerak? Bu bizda mana shu o'quv mashq maydonchamiz juda katta tajriba maydoniga aylandi. Aholini toza ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlash bo'yicha ham 88% ichimlik suvi ta'minlangan edi. Mana 25-yil yakuniga qadar 91% ga ko'tarildi. Bu ham Islom taraqqiyot davlat dasturi asosida Navbahor tumanidagi 12 ta mahallamizda jami 65 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortish va 2 ta yangi suv rezervuarlari qurish ishlari amalga oshirildi. 2026-yilda ham aholimiz uchun bunyodkorlik va ta'mirlashlarni amalga oshirishga juda katta chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Tumanda 2025-yilda kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha 5 bosqichda ijobiy ishlar amalga oshirildi. Joriy yilda 1910 ta kambag'allik reyestrida turgan oilalarga 86 ta viloyat va tuman korxona rahbarlari biriktirildi. Yil boshida kambag'al oilalar o'rganilganda 10 mingdan ortiq muammolar aniqlandi va yakunlanayotgan yilning 11 oyida oilalarga turli toifadagi yordamlar ko'rsatildi. Tumanimizda 2488 ta kambag'al oila bo'lgan bo'lsa, bu kambag'allik darajasi 8.1% da edi. 5 ta etab orqali kambag'al oilalarga yordamlar ko'rsatildi. Bu rahbarlar biriktirildi. 1910 ta oilaga jami 85 ta rahbar biriktirilgan. Bu 28 ta rahbar viloyat miqyosida 624 ta oilaga, 58 ta rahbar 1286 ta oilaga tuman miqyosida biriktirilib, ko'plab yordamlar ko'rsatildi. Jami ko'rsatilgan xizmatlar 10.294 dan tashkil qiladi. Bu bandlik yo'nalishida 2301 ta, tibbiyot yo'nalishida 2330 ta, ta'lim va kasb-hunarga o'rgatish yo'nalishida 2342 ta, ijtimoiy sohada ko'rsatilgan yordamlar 2096 ta, yashash sharoitlarini yaxshilash 1055 ta va boshqa mahalladagi infratuzilmalarni yaxshilash borasidagi xizmatlar 170 dan tashkil qiladi. Shu kambag'allikni 5 ta bosqichini amalga oshirish natijasida tumanimizda bugungi kunda kambag'allik reyestridagi oilalar soni 948 ta oilaga tushirilib, kambag'allik darajasi 3% ga kamaytirildi. Yana 464 ta oilani yil yakunigacha kambag'allikdan chiqarib, kambag'allik darajasini 2% ga tushirish reja qilib olingan. Bu borada tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ishlar amalga oshirilmoqda. Kambag'al oilalar bilan ishlash bevosita mahallalarga tushirildi. Kambag'al oilalarga bandlik yo'nalishida, kafolatlangan tibbiy xizmat yo'nalishida, ta'lim va kasb-hunarga farzandlarni o'qitish yo'nalishida, ijtimoiy yordamlar yo'nalishida va yashash sharoitlarini yaxshilash yo'nalishlarida turli xil yordamlar ko'rsatildi. Bu esa o'sha kambag'allik darajasida turgan oilani faoliyatiga turtki bo'ldi. Bandligi ta'minlangandan so'ng ko'plab oilalarimiz daromadi oshirildi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi joriy etilishi ko'plab mahallalardagi kambag'al oilalarni o'z daromadlariga yoki yashash sharoitlarini yaxshilash orqali farovon hayot kechirishiga erishildi. Joriy yilda kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlarining onlayn mahalla platformalarida kambag'al oilalar bilan ishlash degan band yaratildi. Unda kambag'al oilalarni o'sha mahalladagi ijtimoiy xodimlar tomonidan kambag'allik so'rovnomasi shakllantirilgandan so'ng hokim yordamchilari tomonidan oilani daromadini oshirish, mahalla infratuzilmasi bo'yicha qilinadigan ishlar bo'yicha xizmatlar biriktirilib, sarhisobi olib borildi. Buni natijasida kambag'al oilalarga qilinadigan ishlarni biz oldindan rejalashtirib, o'sha oilani oilaviy holatida kelib chiqqan holda ishlarni tizimli amalga oshirish bo'yicha elektron platforma shakllantirildi.
Har bir yo'nalishda ilg'or navbahorliklar qishloq xo'jaligi sohasidagi yutuqlari bilan ham e'tirofga loyiq. Ayniqsa g'alla va paxta yetishtirishdagi jonbozliklar salmog'i keng. Tuman respublikamizda agrar sohada doimiy ilg'or tumanlar qatorida e'tirof etiladi. 2025-yilda tumanda ilk bor 23562 tonnadan ortiq g'alla, 26333 tonna paxta, 62450 tonnadan ortiq sabzavot va poliz mahsulotlari, 40000 tonnaga yaqin meva va uzum, 17000 tonna kartoshka, 315 tonna pilla yetishtirildi. Tumanda jami 25 ta issiqxona xo'jaliklari 36.2 gektar maydonlarda oziq-ovqat ekinlarini yetishtirish bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Issiqxona xo'jaliklari tomonidan pomidor, ko'chatchilik, gulchilik, ko'kat va boshqa turdagi ekinlar yetishtirilmoqda. Tumandagi jami 266 ta chorvachilik xo'jaliklari tomonidan go'sht, sut mahsuloti va tuxum mahsulotlari ishlab chiqarishga erishildi. Bundan tashqari tumanda tibbiyot sohasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Navbahor tumanida aholiga 6 ta oilaviy poliklinika, 12 ta oilaviy shifokorlik punkti, 13 ta mahalla tibbiy punkti, bitta tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi, 2025 o'rinli bitta tuman markaziy shifoxonasi tibbiy xizmat ko'rsatadi. Joriy yilda hududda 90 kunlik tibbiyotda o'zgarishlar dasturi asosida barcha davolash profilaktika muassasalari ro'yxatxonalari qayta ta'mirlanib, aholiga qulay o'rindiqlar, ona va bola xonalari tashkil etildi. Shifoxona bo'limlarida bemorlar uchun chaqiruv tugmalari o'rnatildi. Agar 8 yil oldin menga birov aytsa-ki, mana shu yaqin kunlarda Navoiy viloyatida buyrak ko'chirish amaliyotlari, ochiq yurakdagi operatsiyalar, yopiq yurakdagi amaliyotlar yoki bo'g'im almashtirishlar, shunga o'xshagan yuqori texnologik operatsiyalar bo'ladi desa, men xayolimga ham keltira olmasdim. Mana bugungi kunda bunaqa amaliyotlar har kun mana shu mahalliy kadrlar tomonidan amalga oshirilyapti. Ikkinchi tomoni, oldinlari tibbiyotni birlamchi bo'g'imiga, profilaktikaga hech kim e'tibor bermagan. Mana muhtaram yurtboshimizni o'zlarining sa'y harakatlari bilan mana shu ishlar amalga oshirilyapti. Mana tibbiyotni birlamchi bo'g'imiga juda katta e'tibor beryapti. Mana shu 2 yil ichida Navbahor tumanida 2 ta oilaviy poliklinika qurilib ishga tushirildi. Mana 3-oilaviy poliklinika mana Keskanterak mahallasida 3-oilaviy poliklinika qurilyapti. Uni ham yaqinga ishga tushadi. Mana shu yil 2 ta qishloq oilaviy shifokorlik punktlari kapital ta'mirlab ishga tushirildi. Bu Oqoltin va Zarafshondagi oilaviy shifokorlik punkti. Mana shu yilning ichida mana kuni kecha 1 milliarddan ko'proq asbob uskuna kelib tushdi. Bu mana tug'ruq komplekslariga, chaqaloqlarga birinchi yordam ko'rsatish, chaqaloqlarni davolash uchun kerak bo'lgan asbob uskunalar. Undan tashqari muhtaram yurtboshimizning farmonlari bilan mana shu 123 ming aholi to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ular guruhlarga bo'lindi. Birinchi guruh bu sog'lar, ikkinchi guruh kasallikka moyilligi borlar, uchinchi guruh bu bemorlar, surunkali kasalligi borlar va to'rtinchi guruh nogironliklar. Buni aniq guruhlarga ajratib bu sog'lomlashtirish ishlari olib borilyapti. Undan tashqari skrininglar, kasalliklarga erta aniqlash uchun, kasallikka moyili bor kishilarni saralab olish uchun mana 7 xil skrinlarga amalga oshiryapmiz. Mana bemorlarni dori-darmon bilan ta'minlanishi, tez tibbiy yordamlar. Mana bitta tibbiyotni xalqqa yaqinlashtirish uchun mana bizning tumanimizda 6 ta oilaviy poliklinika, 12 ta oilaviy shifokorlik punkti tashkil qilingan bo'lsa, yana 13 ta mahalla oldida mahalla tibbiyot punktlari tashkil qilindi. Endi bunday olsak, har bir mahallani oldida bizlar tibbiy xizmatni etib qo'ydik. Undan tashqari tez tibbiy yordamni 5 ta filialni tashkil qildik. Tez tibbiy yordam 5 minutda ichiga yetib borish imkoniyati tug'ildi va ularni dori-darmon bilan ta'minlash, kadrlar tayyorlash siyosatida ham mana bizning kadrlarimiz shu yil Belorussiyaga borib o'zining malakasini oshirib keldi va yuqori texnologiyali amaliyotlarni mana tumanda o'ziga tashkil qilinyapti. Muhtaram
prezidentimiz mana vertikal nazoratni, vertikal yordamlarni hammasini tashkil qildi. Hattoki o'sha Toshkent shahridagi respublikadagi ilmiy amaliy markazlarning xodimlari kelib, tumanlarda amaliyotlarni, bemorlarni davolashni o'rgatib yuribdilar. Bu hammasi xalqimizga bo'lgan, xalqimizni tibbiyotga bo'lgan ehtiyojini qondirishga katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Onalar o'limiga yo'l qo'ymadik, bolalar o'limini maksimal darajaga pastga tushirdik. Bor yo'g'i 7 promillani tashkil qiladi. Bu ham esa ana shu qilingan, yaratilgan shart-sharoitlarning natijasi deb bilaman. Yuqori texnologiyalar operatsiyalar tumanimizda boshlandi. Lazer deymiz, laparoskop operatsiyalar, hattoki bo'g'im almashtirish ham bizning tumanda amalga oshirilyapti. Undan tashqari oldinlari agar 37 xil jarrohlik amaliyoti oshirilgan bo'lsa, mana 2025-yilga borib bu 47 ga yetdi. Bu ham ba'zi bir jarrohlik amaliyotlari uchun viloyat yoki respublika boradigan bo'lsa, bular endi o'zimizning tumanimizga tashkil qilinyapti. Tizim zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanishi bilan birga aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish yaxshilandi. Kasallikni davolash va oldini olish texnologiyasi, shuningdek klinika ishini tashkil etish jarayonida raqamli tibbiyotni rivojlantirish borasida ham islohotlar amalga oshirildi. Bizda 100% raqamlashtirishga o'tdik. Oldingida mana qog'ozdagi ambulator kartalar yo'q. Har bir fuqaro Demet programmasiga berkitildi. 100% mana har bir fuqaroni o'zini elektron ambulator kartasi bor. O'sha fuqaroni pasport nomerlarini kirgizsangiz agar o'sha fuqaroni ambulator kartasiga butun hamma kerakli narsalar o'sha yerga ko'rinadi. Undan tashqari nogironlikni belgilash ham bu raqamlashtirildi. Undan tashqari elektron retseptlar yozish ham bu ham raqamlashtirildi. Elektron navbat tashkil qilindi. Tibbiyotimiz bugun deyarli 100% o'sha raqamlashtirishga o'tib berdi. Mana kompyuterlar bilan ta'minlash shu bo'ldi o'ziga 165 ta yangi kompyuter oldik. Mana endi yana 110 ta olyapmiz. Bu degan so'z o'sha raqamlashtirishga, bemorlarni aniq tashxis qo'yishga katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Bizlar statistikaga oldin e'tibor bermadi. Bu ham muhtaram yurtboshimizda tibbiyot sohasiga olib boriladigan islohotlarni amalga oshirishda oxirgi yig'ilishda shunday topshiriq berdilarki, endi kasallanish darajasini hisob-kitob qilishimiz kerak. Mana buning natijasida mana statistika bilan salomatlik markazini birlashtirib qo'ydik. Mamlakatimiz ilm-fan olamida prezidentimiz boshchiligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ayni 2025-yilda ta'lim va tarbiya sohasida odamlarimizning ongu tafakkuri va dunyoqarashini o'zgartirishga xizmat qilayotgani bilan e'tiborlidir. Ahamiyatlisi, bugun mamlakatimizning eng chekka hududidagi maktablarda ham zamon talabi darajasida ta'lim berish, binolarning shinam qurilishi va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalari bilan ta'minlangani ta'limda sifat va samaradorlikka erishish uchun xizmat qilmoqda. Yana bir yil ortda qolib tarixga aylanyapti. Shu kunlar ortga nazar tashlab, erishilgan yutuqlar sarhisob qilinadi. Istiqboldagi rejalar tuziladi. Bu jarayonda tuman ta'lim sohasida e'tirof etsa arzirli ishlar bajarildi. 2025-yilda Navbahor tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi tizimida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan infratuzilmani shakllantirish, o'quvchilarni bilim olish uchun ularga shart-sharoit yaratish maqsadida jami 3 ta maktabimizga 96 o'rinlidan jami 270 o'rinli yangi bino qurilib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari 30-maktabimizda hamda 35-maktablarimizda yangidan sport zallar qurilib, o'quvchilarning ixtiyoriga topshirildi. Agar umumiy hisobda aytayotgan bo'lsak, mana shu maktablarimizda hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizning moddiy texnik